Imom Buxoriy buyuk zot, Alloh kalomidan so'ng eng ishonchli, eng to'g'ri hadislarni to'plagan islomshunos olim. Buxoriy hadislarini inson qo'li bilan yozilgan birinchi raqamli kitob deyishadi. Al-Jami as-Sahih asari orqali butun dunyo Al-Buxoriyni taniydi, hurmat qiladi, e'zozlaydi, uni hadislarini o'rganadi. 19-mart kuni Samarqandda, Payariqda katta bunyodkorlik ishlaridan so'ng Al-Buxoriy majmuasi ziyoratgohi ochildi va 20-mart kuni bu yerda ertaga hayit namozi o'qiladi. Ziyoratgohga Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurib, yakuniga yetgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Majmua davlatimiz rahbari tashabbus bilan qaytadan bunyod qilindi. Ziyoratgoh buyuk muhaddis Allomaning islom olamida tutgan yuksak mavqega, ulkan salohiyatga munosib bo'ldi. Asrlarga tatigulik bir ziyoratgoh bo'ldi. Yangi O'zbekistonning durdonasiga aylandi. Bu yerda ziyoratchilarga har tomonlama qulay sharoitlar yaratilgan. Butun dunyo musulmonlari kutyapti buni. Albatta mana ko'rasiz.